Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu videomiz Xo'jobod tumani Istiqlol fermer xo'jaligini silosga mo'ljallangan makka yer maydonidan qilyapmiz. Ikkinchi suvni berdik. Anaqa bir chiroyli ko'rinishi keldi. Makkalarimiz katta kuchli, ko'kmay qop-qora. Hozircha o'simi ham zo'r, hamma yo'q zo'r. Dorini solgandan keyin yana suv berdik. Birinchi dorisi. Ko'rib turganingizdek, tanalari mana katta kichikliklari. Chiroyli ko'rinishda.